18-trek. Sori Saltuqning salomi. 12-fasl. Haqdan ingan sharbatni ichdik, alhamdulillah. Shul qudrat dengizida sechdik, alhamdulillah. Quruq edik, yosh o'ldik, oyoq edik, bosh o'ldik. Havolandik, qush o'ldik, uchdik, alhamdulillah. Yunus Emra. Xonaqoh hovlisiga oqshom qo'ndi. Tanobiy hovli bugun ham odatdagidek orasida, salqin, suhbat uchun dilkusho bir joy edi. Shayxga hamroh bo'lib Makkaga ketayotganlarning aksariyati musofirxonalarda qo'nim topgan, necha kundan beri zikri kabir ilinjida yurgan darvishlarning bir qismi yana o'tror bilan yassiga qaytgan. Bir qismi Huv deb Isvijob kentlariga bosh olib ketgan edi. Xonaqohda shayxning doimiy hamrohlari Sulaymon, Bobo Mochin, Xos Nadimi Qutbiddin turibdi. Ashrafxon qozi ertalab kelib, namozi shomda tag'in musofirxonaga jo'naydi. U hamin qadar o'zini shayxga yaqin tutishga urinar, hali oldinda Samarqandda ne voqealar yuz berishidan bexabar. O'zini hazratning sodiq suhbatdoshi, hatto maslakdoshi qilib ko'rsatmoqchi bo'lardi. Shayx uning maqsadini allaqachon payqagan, ammo o'zini bilib bilmaganga soladi. Odam zoti borki, oldiga suykalib kelgan itning ham boshini silaydi. Yura bersin. Yomon bo'lsa boshini yeydi, yaxshi bo'lsa oshini, deb fe'lini keng qiladi. Mana bugun ham kechlatib ahli suhbat katta yog'och so'rida jam bo'lgan. Quroq ko'rpachalarda chordana qurib dunyoning ishlaridan, bugungi majlisdan, erta o'tib birisi yo'lga chiqajaklardan so'zlashadilar. Ashrafxon qozi shayxning ko'nglini eritib, gumonlarini haydash uchun tilyog'lamalik qiladi. Sultonim, bugungi majlis asnosini o'ylasam, kallam shishadur. Kun bo'yi o'yladim. Darhaqiqat, mana bu sopol piyoladek moyak nechuk qudrat birla burgut shakliga kiradur. Mana bu naqsh olmaning oqini oq, qizilini qizil qilib kim rang bermish? Aqlim lol. Kamina bugungi suhbatlaridan bahramand bo'lib, go'yoki qayta boshdan madrasa ta'limini olgandek bo'ldim. Taassufki, janoblarning sharhi bayonini bir zakiy kotib maxsus daftar qilib o'tirmadi-da. Tolibi ilmlarga o'zlari aytmish daftari soniy bo'lib qolarmidi? Birov o'zini maqtasa, shayxning qovog'i solinib ketardi. Maddoh go'yo uni sharaflab atayin yo'ldan ozdirayotgandek bo'laverardi. To'g'ri, shayx riyo bilan sidqning farqiga allaqachon boradigan bo'lgan. Do'st tilagini dushman lutfidan chandon ajrata biladi. Shu bois qozining tilyog'lamaligi uning g'ashini keltirdi. Qozi, siz bog'ni ko'rib, bog'bonni yodingizdan chiqardingiz, dedi qovoq uyib. Madhu sano kimga yarashmog'ini xo'p bilursiz. Muttakabburni Alloh xush ko'rmagay degan hadisdan ham xabaringiz bor. Va lekin shayxim, kamina majlisi oroda hozir bo'lgan somiylar dilidagini aytdim xolos. Gapingizga shak keltirmak iymoningizga chang solmoq birla barobardir. Sabr aylab gapga quloq osing. Rivoyat borki, Muhammad alayhissalom sahobalari birla suhbat qurib o'tirgan ekanlar. Sahobalar to'satdan Haq Mustafoning fazlu kamolidan so'z ochib, ul janobni maqtay boshladilar. Payg'ambarimiz behud bo'lib dedilar: "Ey ummatlarim, men sizlarga ne yomonlik qildimki, meni bu daraja ulug'lab, mushkul holga solasizlar?" Sahobalar
lolu hayron bo'ldilar. Rasuli Alloh aytdilar: sizlar meni maqtab, madhu sano aytsangiz, ko'nglimga shayton layin vasvasa soladir. Ey Muhammad, sendan ulug' zot yo'q. Sen a'lolarning a'losi erursan. Ummatlaring tuproq, alarning ustidan bosib yur deb qulog'imga shivirlagay. So'ngra menda kibru havo paydo bo'lur. O'zimni o'zgalardan baland qo'yishga o'taman. Buni Alloh xushlamagay. Men ham sizlar singari Allohning bandasiman, dedilar. Sahobalar mulzam bo'ldilar. Suxonlarga sadaqa bo'lay rasulimizning, dedi pishillab qozi. Shayx negadir Sulaymonga qarab davom etdi. Siz mening sha'nimga maqtov so'ylaganingizda Haq Mustafoning ana shu suhbatini esladim. Siz bir karra maqtab qo'ysangiz, menda ulug'lik gumoni paydo bo'lur. Ikkinchi bora tag'in xushomad so'z aytsangiz, ikkilanaman. Ammo ko'pchilik bo'lib, siz, qozi, mana Sulaymon, Ismoil xo'ja barobar maqtovga o'tsangizlar, kamina ham inonmay ilojim yo'q. Jamoat jam bo'lib bir og'izdan madhu sano aytib turibdi. Ey Yassaviy, aslida sen rostdan-da ulug' zot ekansan degan xayolga boraman. Bu hol birla siz menga dushman xizmatin qilg'on bo'lmaysizmi? Sulaymonning chap ko'kragini hali yozgan she'ri isitib turibdi. U madhiyasini tunda hafsala bilan ko'chirmoqchi. So'ng shayxning kayfiyatiga qarab unga peshkash qilmoqchi edi. Endi hojati qolmadi, dedi ichida. Qozi Kalonning bir og'iz shirin so'ziga shuncha malomat yog'ildi. Mabodo 10 baytlik bu she'rni o'qsam, shayxning qahri kelishi tayin. Ko'rsatmayman. Shayx piyoladagi choydan simirib tomog'ini ho'lladi. Shu payt eshikda bir musofir ko'rindi. Boshida qova, uchlik qizil qalpoq, belida qo'sh belbog'. U ostona xatlab 3-4 qadam bosdi-yu, atrofiga olazarak boqib to'xtadi. Nihoyat so'rdagi kishilarni ko'rib, ohista yaqin keldi. Bosh egib ta'zim qildi. Alloh do'nmish manzillaringizni obod etsin, efendilar. Assalomu alaykum. Shayx alik olib musofirga tikilib boqdi. Tili turkiy, ko'zlari shishadek ko'm-ko'k, ro'moliqqa mengzaydi. Sori saltuqning ko'zlari ham zangori edi. Kelsinlar. Musofir arz aytdi. Ban Romo elinan gelmişam. Bana Hazrat Yesseviy pirim gerek olmuştur. Shayx qo'li bilan so'riga ishora qildi. Marhamat, ro'molik birodar, bu yoqqa chiqsinlar. Mehmon so'ri chetiga omonat chordana qurdi. Mezbonning duosini kutmay, kafti bilan betini siladi. Ban bir tujjoram. Tijorat ila Rumodin Qashqar eline geçmişam. Banda bir amonat xat bordir. Ol xatni Hazrat Yesseviy pirga topshirmoqni istayuram. Ul nechu xat? Kimdan? Dedi shayx qiziqib. Musofir qo'ynini titib xat chiqardi. Maktub shoyi lattaga o'ralib chambarchas bog'langan edi. Bu xatni bizni sevgili shayximiz Sori Saltuq efendimiz bitmişlar. Bana verib demişlar: "Ey chovush o'g'lon, sen Qashqarga ketsang, Yessi qal'asidan o'tajaksan. Yesseviy pirimni ziyorat et va bu omonatni o'z alina eltginki, Sori Saltuq adindaqi bir murididan deb anglasinlar" demish.
ban Yessiya gelib shayximni axtarmisham. Aytmishlarki, pir Makka azimatinda, hozir Isfijobda doğmishlar. Yo'qlab bu yana geldim. Tujjor maktubni shayxga uzatdi. Hazrat charm g'ilofini ochdi. So'ng o'rama shoyini yozib qog'ozga yetdi. Xat bir varaqdan iborat, yirik-yirik nastaliq yozuvda bitilgan edi. Shayx Sori Saltuqning dastxatini darrov tanidi. Ichida o'qidi. Bismillohir Rahmonir Rahim. Avallohu salom va duolar bo'lg'ay siza pirim. Badas kalom, Alloh yor, chahoryorlar madadkor o'lib, to'g'on elimizga yetib geldik va siz buyurg'on manzila do'ndik. Belda shayxim in'om etmish hizom va shamshir, dilimizda ahkomi yesseviya, ro'molida turkiy suluk tuzmish fikrinda jihod ko'rgizmamish. Janoblarning amri ma'ruflari yursak yo'limizni, dursak ko'nglimizni yorug' etmish. Inshaalloh bir guruh muslim jamoasi jahriya tariqatin qabul edarga rizo bo'lmishlarkim. Bul mujda birla Hazratimni muborak etmisham. Pir efendim, tongla dush ko'rmisham. Sahar chog'i ermish. Gunashli bir bog' ichinda men seni ko'rmak istaram o'g'lim deb faqiringizni og'usha olmishsiz. Manda siz Hazratimning didorini to'ymoq istaram. Iloha, o'zing murodima yetkur deb Tengrima ibodatlar qildim. Hazratim Makka azimati etsalar, ban yo'lini tilab durmisham. Shoyatki yo'l ustinda bizdik irodat ahli tabarruk suhbatlarina dohil o'lsak. Inoyatingiz nuridan bahramand va shahodatingizdan arjumand o'lmish farzandingiz Sori Saltuq deb bilmishsiz. Mohi Muharramning 1-jum'asi. Vallohu alam bis savob. Shayx maktubdan bosh ko'tardi. Baraka toping, Tujjor afandi. Bizni deb ko'p ranju mashaqqat chekibsiz. Umringiz ziyoda bo'lsin. Shayxning duosini Tujjor rahmat, endi sizga ruxsat degan ma'noda tushundi. Biroq uning ketkisi yo'q edi. Shayxim, ban ul xatni javobini olmay ketmamisham. Saltuq pirimni istagida shuldir. Hazratning chehrasiga xiyol tabassum qalqdi. Asl tujjor ekansiz afandim. Nasiyadan naqdni afzal bilar ekanlar. Illo qarzga ham muhlat beradilar. Safarni qachon davom ettirmoqchilar? Alloh diligimizni bersa, chahorshanba kuni shayxim. Ma'qul. Unda ertaga xuddi shu mahalda javob tayyor bo'lgay. Tujjor qulluq qilib o'rnidan turdi. Sori Saltuqning elchisi ketdi. Biroq shayxning ko'z o'ngidan muridi Sorining siymosi ketmadi. Saltuq Romo farzandi edi. 4 yil muqaddam Qaysar Rumdan poyi piyoda yo'l bosib yassiga keldi. Shayx ostonasiga bosh urib murid bo'ldi. Odatda yosh solik kamida 1000 kun turli tuman sinovlarga duchor etilardi. Birinchi yili u darvishlarga xizmat etmagi kerak. Ikkinchi yili shariat bosqichini o'tib, tariqat sirlarini egallaydi. Uchinchi yili darvishlik xirqasini kiyib o'zini sofiylikka tayyorlashi lozim bo'ladi. Ana shu mushkul sinovlarga bardosh bera olgan muridgina tariqat ahkomlarini to'la egallab, sofiy xalifa martabasiga erishar edi. Saltuq yassaviy asoslardan to tariqat hukmi, vojibi sunnat, mustahabgacha qunt bilan o'rgandi. Shayxga Saltuqning zehni, ixlosi, xususan
qaysarligi ma'qul tushdi. O'zi necha bor uni sinovdan o'tkardi. Bir yerda toqat rishtasi uzilib, sulukdan etak siltar deb shubha qildi. Saltuq bo'sh bayov, gavdasini arang ko'tarib yuradigan beg'am kimsani eslatardi. Shayx xato qilganiga suyundi. Sori og'zi yumuq g'unchaga ham mengzardi. G'uncha tuni bo'yi intiq bo'lib tongni kutadi. Subhi sodiq kelib nam yetgach, asta-sekin ko'z ochadi. Xuddi shuningdek, Sori ham uzuq kun xomush, o'ychan yurar. Samo majlisi yoxud zikr bo'lsa, vujudida yashirinib yotgan ajib bir quvvat gupirib tashiga intilar. Bunday kezda lanj, behud va beg'am Saltuqni otashmisol Qutbiddindan farqlab bo'lmas edi. Bir yildirki, shayx Sori Saltuqqa maxsus ijoza berdi va Rum elining dengiz bo'yidagi bir viloyatiga shayx etib tayinladi. Piri murshidlik arkoniga ko'ra unga oq tuya in'om qildi. Beliga kumush g'ilofli shamshir bog'ladi. Yoniga 40 muridni chokar qilib qo'shib berdi. Mana Yaratganning inoyati birla Sori omon eson tuqqan eliga yetib boribdi. Yassaviya deb atalmish sulukning ilk niholini Rumga ham ekibdi. Shayx dilini shukr, umid, faxr tuyg'usi chulg'adi. Ichida Sorini duo qildi. Chekkan zahmatlariga rizo bo'ldi. Sulaymon bilan Bobomochin hazratning tanholikni istayotganini sezib, uni xoli qoldirdilar. Shayx hujrasiga qaytib, tog'-xuftongacha xayol ummoniga g'arq bo'lib o'tirdi. U Sori Saltuqqa yuborilajak javobni o'ylardi. Ne deydi? Duoi xayr vojib. Oqilga bir vasiyat kifoya. Nodonning qulog'idan yel so'qadi. Bamisli qamish naycha. Bu yonidan puflasang, nafasing u yonidan chiqib ketur. Shayx Jahriya tariqatining jami sunnatlarini xotirda yaxshi o'rnashsin deya sach usulida bitib chiqqan edi. Ulusga aytadigan vazlarni ham nazmda ifoda etmakni xush ko'rardi. El og'zida har neki matal borkim, vazn qofiya ko'magida yaratilmish. Shul amal birla haloyiq ani tez fahmlab, yodda tutib turar. Qur'oni Majid mavzum bo'lmaganida muborak suralarni yod aytmak ne chog'li, mushkul bir yumush bo'lur edi. U Sori Saltuqqa 2 og'iz duoi salom yozdi. So'ng oldiga bir taxlam qog'oz yoyib qo'ydi. Go'yo oppoq qog'ozni sehrlamoqchi bo'layotgandek, undan ko'z uzmay tikilib qoldi. Sulaymon xufton namoziga qaytib kelganda shayx hujrasida yo'q edi. U Soriga atalgan maktubini bitirib, hovli aylangani chiqib ketgan edi. Ertalab nonushtadan keyin Hazrat Sulaymonga 2 varaq qog'oz uzatdi. Bu muxtasar javobimizdir. Muhr bosib so'rg'ishlang. Mana bunisini ko'chirsinlar. Aslini Soriga yuboring. Sulaymon duoi salom xatiga Yassaviyning kichik muhrini bosdi. Jildga soldi. So'ng bir chetga o'tirib, o'tgan kechasi bitilgan she'riy maktubni ko'chirmakka tushdi. U bismillah deb ilkiga qalam oldi-yu, chumoli izidek mayda va kashtadek nozik yozuvga boqib, undan ko'z uzolmay qoldi. She'r to'lqin urib kelayotgan suvdek uni domiga tortib, tamom mahliyo etib qo'ygan edi. Mendan salom do'stlarga, talab yodin qo'ymasin. Diydor talab qilsalar, hargiz g'ofil bo'lmasin. G'ofil topmas haq yo'lin, anda topmaslar o'rin, ichi toshi kuyibon saharlarda yotmasin.
yodi birla bo'lsalar, diydor orzu qilsalar, harchand xorliq ko'rsalar, ko'ngil o'zga bo'lmasin. Oshiqlarga dunyoda xorliq, zorliq malomat, malomatsiz, mehnatsiz oshiqman deb aytmasin. Shariatda tajriddir dunyosini tark etmak, tark etmayin dunyoni, haqni suydim demasin. Tariqatda tan jonni tark etmaki tajriddir, tark etmayin tan jonni, tajrid bo'ldim demasin. Haqiqatda haromdir bir xudodan o'zgasi, andoq bo'lmay oshiqlar diydor orzu qilmasin. Andoq Rasul Mustafa dunyo molin suymadi, ummat bo'lsa Rasulga dunyo molin suymasin. Miskin Ahmad Yassavi salom aytdi do'stlarga, ushbu so'zning ma'nosin tolib bo'lsa anglasin. Sulaymon beixtiyor xitob qildi. Voh voh, vallohi azam, bir haz etdim, 72 bo'g'inim yumshadi pirim, muborak bo'lsin. Shayx qovoq soldi. Hali hanuz ko'chirmadilarmi? Ko'chirajakman pirim. Avval mana bu yerimni ko'chirdim. U ko'kragiga nuqidi. Endi qog'ozga ko'chirajakmiz. Shayx Sulaymonning chechak izlari qolgan keng cho'tir betiga bir qarab qo'yib, tashqariga chiqib ketdi. Sulaymon she'rdan 2 nusxa ko'chirdi. Birini o'ziga atab qo'yniga urdi. U shayxning maxsus munshisi vazifasini ham ado etar, Hazrat bitgan hikmatlarni, olis yaqin yerlarga jo'natilajak maktublarni insho etar. Shayxning katta va kichik muhrlari ham Sulaymonda saqlanar edi. Kechqurun maktubni olgani tujjor keldi. Alloh yo'limizni bersa, 1 oy ichida ortda yonmishmiz. Javzoya qolmay Rumga yetib borajakmiz. Andoq bo'lsa, siz afandini Sori Saltoq yonida ko'rgaymiz, dedi shayx tujjorni xursand qilish maqsadida. Inshaalloh, tujjor ta'zim qildi. Yarattig'i Parvardigor diligimizni bersin. Sulaymon Saltoqning elchisini kuzatib chiqdi. Qutbiddin kirsin, dedi hazrat. Bir necha daqiqa o'tib Qutbiddin ostona xatladi. Qo'l qovushtirib pir farmoniga muntazir bo'lib turdi. Ertaga peshindan so'ng sizga xirqa kiydirmakni niyat qildik, dedi shayx. Hozirlik ko'ring o'g'lim. Qutbiddinning yuragi o'ynoqlab qinidan chiqib ketgudek bo'ldi. U ildan borib pirining oldida tiz cho'kdi. Etagini o'pdi. So'ng asta turdi. Orqasi bilan yurib eshikda g'oyib bo'ldi. Shu topda dunyoda Qutbiddinchalik